الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Xaybar g'azotidan keyin ro'y bergan ba'zi voqealar zikr etilmoqda. Ularning biri Tayma aholisi bilan tuzilgan sulh voqeasidir. Tayma Madina Shom tomon yo'lda joylashgan mashhur shahar bo'lib, Madinadan taxminan 400 kilometr uzoqlikda edi. Taymaning yahudiylari Xaybar, Fadak va Vodiyul Quro voqealaridan xabar topgach, musulmonlarga qarshi urush qilish o'rniga o'zlaridan elchi yuborib sulh taklif qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu taklifni qabul qildilar va Tayma yahudiylariga o'z mol-mulklari bilan o'z hududlarida qolishga ruxsat berdilar. Ayni shu o'rinda bomdod namozini kechiktirilib o'qilishiga oid bir voqea ham rivoyat qilinadi. Hazrat Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Xaybar g'azotidan qaytganlarida kechasi bilan yurdilar. U zot sallallohu alayhi vasallamni mudroq bosganida Madina yaqinida to'xtab dam oldilar va Hazrat Bilolga bugun kechasi bizning namozlarimizni muhofaza qil, ya'ni kuzatib tur va namoz vaqtida uyg'ot dedilar. Hazrat Bilol kuchlari yetganicha namoz o'qidilar. Ya'ni u kishi uyg'oq turish uchun tun bo'yi nafl namozini o'qib turdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari uyquga ketdilar. Tongga yaqin qolganda Hazrat Bilol tuyasiga suyangan holda ko'zi ketib uxlab qoldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham, Hazrat Bilol ham, sahobalardan birontasi ham quyosh nuri ularga tushmaguncha uyg'onmadilar. Birinchi bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cho'chib uyg'ondilar va "Hoy Bilol" dedilar. Hazrat Bilol: "Yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Sizning nafsingizni olgan, mening nafsimni ham oldi" dedilar. U zot sallallohu alayhi vasallam turib jo'nanglar dedilar. Biroz yurib yana to'xtadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qilib Hazrat Bilolga amr etib takbir aytirdilar va ularga bomdod namozini o'qitdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam uxlagan joylarida emas, balki sal oldinroqqa borib jamoat bilan namozni ado etdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam namozni o'qib bo'lgach shunday dedilar: Kimki namozni unutib qo'ysa, u holda eslagan zahotiyoq uni o'qisin. Chunki Alloh taolo namozni mening zikrim uchun ado et deb aytgan. Bomdod namozining kechikishiga oid ushbu voqea bir necha g'azotlarda rivoyat qilingan. Ba'zilar bu voqeani Tabuk g'azoti bilan bog'lashadi. Ba'zilar esa Hudaybiyada yuz bergan deyishadi. Ehtimol rivoyat qiluvchi xatolikka yo'l qo'ygan bo'lib, boshqa bir jang voqeasini shu bilan aralashtirib yuborgan bo'lishi mumkin. Yoki ehtimol bu voqea bir necha marta sodir bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Har holda eng yaxshisini Alloh biladi. Madinaga qaytish paytida sahobalar baland ovoz bilan takbir aytayotgan edilar. Bu haqda Abu Muso Ashari raziyallohu anhu aytadilar. Madinaga qaytayotganimizda odamlar bir vodiyga chiqdilar va takbir aytib ovozlarini baland qildilar. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga dedilar: ovozlaringizni past qiling. Sizlar kar yoki mavjud bo'lmagan zotni chaqirmayapsizlar. Alloh eshitguvchi va hozir zotdir. Ortiqcha baland ovoz kerak emas. Sizlar shunday zotni chaqiryapsizlarki, u juda yaqin va eshitguvchidir. U sizlar bilan birgadir. Roviy aytadi: Men Rasulullohning tuyalari orqasida edim va la havla va la quvvata illa billah deb o'qiyotgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitib qoldilar va menga: ey Abdulloh ibn Qays dedilar. Men hozirman yo Rasululloh deb aytdim. Abu Muso Ashariyning asl nomi Abdulloh ibn Qays edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: senga jannat xazinalaridan bir xazina bo'lgan kalimani aytib beraymi? Men dedim: albatta yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin. Albatta aytib bering. Shunda dedilar:
La havla va la quvvata illa billah, ya'ni yaxshilik qilishga kuch ham, yomonlikdan saqlanishga qudrat ham Allohning yordami bilangina bo'ladi. Bu Allohga yaqinlashtiradigan buyuk kalimadir. Qisqasi, Madinaga qaytish safarlari davom etaverdi. Madinadan 7-hijriy yili Muharram oyida chiqib ketgan islomiy qo'shin Allohning katta fazl-u marhamatlari va muvaffaqiyatlar bilan birga safar oyi oxirida yoki Rabiul avval oyining boshlarida Madinaga qaytib keldi. Xaybarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qancha muddat turganlari borasida ixtilof mavjud. Ibn Abbosdan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarda 6 oy turganlar. Shu davrda 2 namozni jamlab o'qib berardilar. Boshqa rivoyatlarda 40 kun qolganlar deyilgan. Ko'p rivoyatlar qisqa muddat turganliklarini ko'rsatadi. Xaybar fathi musulmonlar foydasiga juda ko'p ta'sirlar olib keldi. Bu fathning eng asosiy ta'sirlaridan biri shunday bo'ldiki, arab yurtiga yaqin atrofdagi ko'plab qabilalar avval islom va musulmonlarga qarshi rejalar tuzish bilan band bo'lganlar qo'rqib qolishdi. Ba'zilari sulh taklif qilishdi, ba'zilari esa itoat etishni o'zlari uchun qulay deb hisoblashdi. Shu tariqa musulmonlarning siyosiy nufuzi va obro'si yanada oshdi. Xaybar fathi natijasida Arab yarim orolida yahudiylarning kuchi deyarli to'liq so'ndi. Madina va Xaybar yahudiylari Arab mintaqasida iqtisodiy va harbiy qudratning katta ramzi hisoblanardi. Ular islomga nisbatan dushmanlik va adovatda shunchalik olg'a ketgan edilarki, deyarli har bir yirik hujum va tajovuzda dushman kuchlariga ular tomonidan ko'mak berilardi. Uchinchi asosiy ta'sir Madinadagi musulmonlarning iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir shaklida ro'y berdi. Hazrat Oysha, Hazrat Abdulloh ibn Umar va boshqa sahobalar rivoyat qiladilarki, Xaybar fathidan keyin bizga qornimiz to'yib ovqat yeyish nasib etdi. Undan oldin esa qorin to'yg'azib ovqat yeyish ham imkonsiz edi. Xaybar fathidan so'ng musulmonlarda oziq-ovqat mahsulotlari shu qadar ko'payib ketdiki, endi ular o'zlarining ansoriy birodarlariga hijrat paytida muhojirlarga bergan mulk va ulushlarni qaytarib berishdi. Bu mulklar ilgari muhojirlar Makkadan muhtoj holda kelganlarida ularga berilgan edi. Shu munosabat bilan Hazrat Anasdan qiziqarli bir rivoyat bor. U aytadi: muhojirlar Madinaga kelganlarida hech narsalari yo'q edi. Madinadagi ansorlar esa yer, suv, mol-dunyo egalari edilar. Ular har yili hosillarining yarmini muhojirlarga berishardi. Hazrat Anasning onasi o'zining mevali xurmo daraxtini Rasulullohga hadya qilgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu daraxtni o'zlari olmay Ummi Aymanga berdilar. Keyin Xaybardan qaytganda muhojirlar mulklarni qaytarishganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ushbu daraxtni Anasning onasiga qaytardilar. Hazrat Anas: men Ummi Aymanga bu daraxt bizga qaytarildi deb aytadilar. Ular: men uni hech qachon qaytarmayman. Bu daraxtni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga berganlar dedilar. Ehtimol ularga Rasulullohga nisbatan bo'lgan muhabbat sababli u zot sallallohu alayhi vasallam bergan narsani qaytarmoqchi emas edilar. Nima bo'lganda ham ular qaytarmayman dedilar. Hazrat Anas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib bu voqeani aytib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummi Aymanga: sen bu daraxtni ber, uning o'rniga men senga falon miqdorda daraxt beraman dedilar. Lekin u rozi bo'lmadi. U aytdi: bu daraxtni siz avval boshida bergandingiz. Bu juda barakali daraxt. Men uni bermayman. Oxir-oqibat u zot sallallohu alayhi vasallam unga o'sha daraxtning o'rniga 10 barobar ko'proq daraxt berdilar. Shundagina u bu daraxtni qaytarib berdi. Tarixda Zotur Ruqo g'azoti zikri ham uchraydi.
Bu g'azotga Muhorib g'azoti, Banu Salaba g'azoti va Banu Ammor g'azoti ham deyiladi. Chunki bu urush ushbu qabilalar tomonidan sodir bo'lgan. Zotur Ruqo g'azoti Zotur Ajib g'azoti deb ham ataladi. Chunki bu urushda ko'plab g'alati voqealar, ya'ni mo'jizalar ham ro'y bergan. Bu g'azotga Zotur Ruqo nomi qo'yilishining bir sababi shundaki, u yerda Zotur Ruqo nomli daraxt yoki tog' bo'lgan. Shuning uchun g'azotga ham shu nom berilgan. Hazrat Abu Muso Ashari esa bu nomning boshqa sababini keltiradi. Sahobalarda juda ham kam miqdorda ulov bo'lgan. Ular o'zlari ham 6 kishi bo'lib, faqat bitta ulovga ega edilar va navbat minar edilar. Yer juda qattiq va toshloq yer bo'lgani uchun ularning oyoqlari yaralangan. Shu sababli eski yirtiq matolarni oyoqlariga o'rab yurishgan. Hazrat Abu Muso Asharining nafaqat oyoqlari, balki tirnoqlari ham jarohatlangan edi. Tirnoqlari uzilib tushgan edi. Matodan kesilgan bo'laklarga riqo, ya'ni yamoq deyilgani uchun bu g'azot Zotur Ruqo, ya'ni yamoqli g'azot deb nomlangan. Baribir turli xil nomlar mavjud. Yana bir boshqa manbada shunday yozilgan. Masalan, bu jang bo'lib o'tgan yerda turli xil ranglar bo'lgan. Ba'zilar yozganki, bu jangda turli rangdagi otlar bor edi. Ba'zilar esa shunday yozganki, bu jangda bayroqlar uchun turli parchalardan tasmalar yasalgan yoki turli xil mato parchalarini birlashtirib bayroqlar tayyorlangan edi. Shuning uchun bu jang Zotur Ruqo deb nomlangan. Ba'zilar aytganki, Zotur Ruqo degan nom turli xil holatlar bir vaqtda mavjud bo'lgani uchun qo'yilgan. Bu g'azotning yana bir nomi Salotul Xavf g'azoti hamdir. Zero bu jangda xavf namozi ado etilgan edi. Bu g'azotning sanasi haqida ixtilof bor. Tarix va siyrat kitoblariga ko'ra, Zotur Ruqo g'azoti Hijriy 4 yoki 5-yilda bo'lgan. Ibn Hishom ibn Ishoqdan rivoyat qilib, bu g'azotni Banu Nazir urushidan keyingi 3 oy ichida 4-hijriy yilda bo'lib o'tgan deb yozadi. Ibn Sa'd esa buni 5-hijriy yilda deb hisoblaydi. Ammo Imom Buxoriy kuchli dalilga tayanadi. Bu g'azotda Hazrat Abu Muso Ashari qatnashganlar. Chunki u kishi Haybar fathidan keyin islomni qabul qilganlar. Shunday ekan, u kishi qatnashgan g'azot 7-hijriy yilda bo'lishi mumkin. Hazrat Sohibzoda Mirzo Bashir Ahmad ham o'zlarining Sirat Xotamun Nabiyin kitoblari oxirida bu g'azotni Haybardan keyingi, ya'ni 7-hijriy yilda sodir bo'lgan g'azot deb ko'rsatganlar. Bu g'azotning sabablaridan biri shunda ediki, Najd mintaqasida ba'zi odamlar vaqti bilan o'g'irlik va qaroqchilik bilan shug'ullanib, musofirlarni bezovta qilishar edi. Ular ma'lum bir joyda doimiy ravishda turmasdilar. Shuning uchun ularni tutish va nazorat qilish ancha qiyin ish edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga qarshi samarali chora-tadbir ko'rish haqida qaror qildilar. Bu g'azotning ikkinchi sababi shunday bayon qilinadi. Bir odam tijorat mollari bilan Madinaga keldi. Madina ahli undan mollar sotib olishdi. Shunda u musulmonlarga shunday dedi: Banu Ammor va Banu Salaba qabilalari sizlarga qarshi bir qo'shin tuzib bo'lishgan, lekin siz ulardan g'ofilsizlar. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib borgach, u zot Madinada nazoratchi tayinladilar va jangga tayyorgarlik ko'rdilar. Ibn Ishoq rivoyat qiladi. Hazrat Abu Zar G'aforiy radhiyallohu anhu noib etib qoldirilganlar. Ammo Ibn Sa'd va Ibn Hishomlarning rivoyat qilishlaricha esa Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ni Madinada nozir etib tayinlangan edilar. Qisqasi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam safarga otlandilar.
Bu g'azot voqealari va holatlari haqida yana shunday ma'lumotlar bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinadan 400 kishi bilan yo'lga chiqdilar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra 700 yoki 800 kishi ham bo'lgan. Ular Shukro vodiysiga yetib kelishdi. Bu vodiy Madinadan 2 kunlik yo'l masofada joylashgan. U yerda bir kun to'xtab, turli yo'nalishlarga kichik guruhlar yuborildi. Kechgacha hamma guruhlar qaytib kelib, hech kimni ko'rmaganini va izlarni ham o'chirib yuborganini xabar qildilar. Shundan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarni davom ettirib, Nahl nomli joyga yetib keldilar. Bu Madinadan taxminan 62 mil uzoqlikda joylashgan. Qabilalar yashaydigan joyga yetib kelishganida u yerda ayollardan boshqa hech kimni topishmadi. Ularning ba'zilarini asirga olingani rivoyat qilinsa-da, ba'zi tarixchilar buni inkor etib, ayollar asir qilinmagan deb yozishadi. Ularga ko'ra badaviylar tog' cho'qqilariga qochib ketishgan va tepaliklardan barcha manzarani kuzatib turganlar. Erkaklar qochib ketishgan, ayollar esa qolib ketishgan. Ba'zilarning aytishicha ayollar asirga olingan. Ko'pchilikning fikricha ular asirga olinmagan. Hazrat Jobir rivoyat qiladilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Nahldan Zotur Riqoga bordilar. U yerda G'atafon qabilasining lashkariga duch kelishdi. Ammo jang bo'lmadi. Faqat bir-birlariga yaqin turib, hujum qilish xavfi tufayli hushyor turishdi. Dushman har lahzada hujum qilishi mumkin degan xavotir bor edi. Shu mahal namoz vaqti kirib qoldi. Dushman hujumi xavfi sabab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam salatul xavf, ya'ni xavf namozini o'qidilar. Bu namozda sahobalar 2 guruhga bo'linishdi. Bir guruh birinchi rakatda qatnashdi, so'ng orqaga chekinishdi. Keyin ikkinchi guruh kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qidi. Bu haqda Qur'oni Karimda Niso surasida ham dushman hujum qilmasligi uchun qo'rquv holatida qanday namoz o'qish kerakligi zikr etilgan. Imom Bayhaqiy Hazrat Jobirdan rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshin namozini o'qidilar. Mushriklar musulmonlarga hujum qilishni niyat qilishdi va dedilar: ularni qo'yaveringlar. Buning ortidan bir namoz borki, ularga o'z farzandlaridan ham azizroqdir. Ya'ni ular bu namoz vaqtida emas, keyingi namoz vaqtida hujum qilamiz deyishdi. Nima bo'lsa ham bu shu haqida rivoyat qilingan. Subulul Xudoda keltirilishicha, dushmanning rejasi haqidagi xabarni Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetkazdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam asr vaqtida xavf namozini o'qidilar. Ibn Sadga ko'ra, bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib bergan birinchi xavf namozi edi. Buxoriyning sharhlovchisi Imom Badruddin Ayni yozadilarki, xavf namozining ilk marta farz bo'lishi qaysi yilda bo'lgani haqida ixtilof bor. Jumhur ulamolarning aytishlaricha, birinchi marta bu namoz Zotur Riqo g'azotida ado etilgan. Ammo bu hukm qaysi yili nozil bo'lgani borasida ulamolar o'rtasida ixtilof mavjud. Kimdir 4-hijriy, kimdir 5, kimdir 6 va boshqasi 7-hijriy yilda bayon qilgan. Bir rivoyatga ko'ra, xavf namozi birinchi marta Badr al-Maud g'azotidan oldin ado etilgan bo'lib, u 4-hijriy yilning Shavvol oyida sodir bo'lgan. Bu voqea doirasida bir shaxsning sahobalarga hujum qilgani haqida ham rivoyat keltiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha bir joyda to'xtadilar. Shu paytda kuchli shamol esar edi. U zot sollallohu alayhi vasallam sahobalarga murojaat qilib shunday dedilar: kim bu kecha biz uchun qo'riqchilik qiladi? Shunda Hazrat Abbod ibn Bishr va Hazrat Ammor ibn Yosir turib dedilar: biz siz uchun qo'riqchilik qilamiz. Shundan so'ng ular ikkisi dara cho'qqisida o'tirib oldilar. Hazrat Abbod ibn Bishr Hazrat Ammor ibn Yosirga dedilar: tunning boshida men qo'riqchilik qilaman, sen uxlab ol.
tun oxirida sen qo'riqchilik qilarsan, men uxlab olaman. Shunday qilib Hazrat Amr ibn Yosir uxlab qoldilar va Abud ibn Bishr esa namoz o'qish uchun turdilar. U kishi namoz o'qib turganlarida tunda dushmanlardan biri u kishini ko'rib qoldi. Ya'ni dara ustida Hazrat Abud ibn Bishr namoz o'qiyotganlarida uning soyasi ko'rinib turardi va unda ozgina harakat ham bor edi. Shuning uchun u bu musulmonlardan biridir, qo'riqchilik qilyapti deb o'yladi. Demak, u bu dushmanimiz bo'lsa kerak deb o'ylab o'q uzdi. Hazrat Abu ibn Bashrning tanasiga o'q tegdi. U kishi namoz o'qish bilan band edilar. U kishi o'qni chiqarib tashladilar. Namozni buzmadilar, balki davom ettirdilar. O'qni chiqarib tashladilar va namozni uzluksiz o'qishda davom etdilar. U dushman ikkinchi marta ham o'q uzdi. U ham ularga tegdi. U kishi bu o'qni ham chiqarib tashladilar. Keyin u uchinchi marta o'q uzdi. Bu safar Hazrat Abud ibn Bishrning ancha ko'p qoni oqdi. U kishi namozni tugatdilar va Hazrat Ammor ibn Yasirni uyg'otdilar. Dushman ikkinchi kishini ko'rganida qochib ketdi. Hazrat Ammor ibn Yosir Hazrat Abud ibn Bishrni yaralangan holda ko'rib so'radilar: "Nega avvalroq uyg'otmading?" U kishi javob berdilar: "Men namozda Kahf surasini tilovat qilayotgan edim va uning tilovatini to'xtatishga qalbim rozi bo'lmadi. Bu Alloh taolo bilan bo'lgan ajoyib bir aloqaning, ixlosining, vafodorlikning va ibodatga bo'lgan muhabbatning yorqin namunasi edi." U kishi yaralarga ahamiyat ham bermadilar. Ba'zi rivoyatlarda o'qning Hazrat Amr ibn Yosirga tekkani zikr qilingan. Qisqasi, 15 kunlik bu jangli yurishdan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga qaytish uchun yo'lga chiqdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam Madina ahliga musulmonlarning salomatligi va g'alabasi haqida xushxabar yetkazgani Jaul ibn Suroqqa raziyallohu anhu Madinaga yubordilar. Hazrat Jobir raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinadan 3 mil uzoqlikda joylashgan Saror nomli joyga tushganlarida tuya so'yishni buyurdilar. U yerda butun kun to'xtab turdilar va musulmonlar ham u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga edilar. Keyin shom vaqti bo'lganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kirib keldilar va biz ham u zot bilan birga edik. Bu g'azotda ba'zi mo'jizalar ham namoyon bo'ldi. Avval ham zikr qilinganidek, bu mo'jizalar g'azoti deb ham ataladi. Ularning eng mashhuri dushmanlardan birining Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilich tortish voqeasidir. Hazrat Jobir raziyallohu anhu aytadilar: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Najd tomon bir g'azotga qatnashdik. Kishilar tush vaqtida tikanli vodiyda to'xtab qolishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'xtashga buyurdilar. U vaqtda tush payti bo'lib qolgan edi. Kishilar daraxt soyasini izlab turli tomonga joylashishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa samura daraxti ostida to'xtab, qilichlarini daraxtga osib qo'ydilar. Hazrat Jobir aytadilar: "Biz biroz uxlab oldik. Keyin qarasak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni chaqirmoqdalar. Biz borganimizda u zotning oldilarida bir badaviy o'tirar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: u uxlab yotgan paytimda qilichimni olibdi. Qilich uning qo'lida yalang'och holidaligida uyg'ondim. U menga: seni mendan kim himoya qila oladi dedi. Men Alloh dedim. U qilichni qiniga soldi. Ana u o'tirgan dedilar. So'ng u zot sallallohu alayhi vasallam uni jazolamadilar. Bu shaxsning ismi G'avras ibn Horis deb zikr qilinadi. Ba'zilar uning ismini G'urq yoki G'uvayris deb ham aytishgan. Ayrim rivoyatlarda bu shaxs keyinchalik islomni qabul qilgani, boshqalarida esa qilmagani, lekin u zotga qarshi chiqmaslikka va'da bergani qayd etilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qilich tortilgan yana bir voqea rivoyatlarda zikr qilingan bo'lib, unda Dusur nomli shaxsning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hujum qilishga
urinishi haqida so'z boradi. Ba'zi ulamolar bu ikki voqeani bir voqea deb hisoblaganlar. Ammo ba'zilarning nazarida esa bu ikkisi ham alohida ikki xil voqeadir. Dusur tomonidan qilingan hujumning voqeasi 3-hijriy yilda Zi Amr g'azoti yoki Banna G'atafon g'azotidan qaytish chog'ida sodir bo'lgan. Bu shunday bo'lgan edi. Mushriklar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir joyda yolg'iz yotganlarini ko'rib qolishdi. Ular o'zlarining sardori Dusurning oldiga kelishdi. Bu odam ularning orasida eng jasur sanalgan edi. Mushriklar unga dedilar: "Bu paytda Muhammad sallallohu alayhi vasallam mutlaqo yolg'iz yotibdi. Endi u bilan hisob-kitob qilish sening ishingdir." Bir rivoyatda shunday deyilgan: Dusurning o'zi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yolg'iz holda yotganlarini ko'rganida shunday degan: "Agar men bu paytda ham Muhammadni sallallohu alayhi vasallam o'ldirmasam, Alloh o'zi meni halok qilsin." Shunday deb u to'g'ri qilichini tortib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlariga yetib bordi. So'ng to'satdan u zotga murojaat qilib shunday dedi: "Bugun yoki hozir sizni mening qo'limdan kim qutqara oladi?" Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjamlik bilan dedilar: "Alloh meni sendan qutqaradi." Shu payt u yerga yiqildi va qilich qo'lidan tushib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zudlik bilan uning qilichini olib, "Endi seni mendan kim qutqaradi?" dedilar. Shunda Dusur javob berdi: "Hech kim. Endi meni hech kim qutqara olmaydi va men guvohlik beramanki, Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad Allohning rasulidir. Allohga qasamki, endi hech qachon sizga qarshi odamlarni to'plamayman." Bu uning tomonidan qilingan ahd edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni uning o'ziga qaytarib berdilar va bir rivoyatga ko'ra Dusur u zot sollallohu alayhi vasallam tomon qarab shunday dedi: "Allohga qasamki, siz yaxshilik qilishda mendan afzalsiz." Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam javob berdilar: "Ana ahaqqu bizolika mink." Ya'ni men sendan ko'ra yaxshilik qilishga loyiqroqman. So'ng Dusur o'z qavmi tomon qaytdi, lekin uning ahvoli butunlay o'zgargan edi. Endi u o'z qavmiga islomni targ'ib qilib yurardi. U odamlarga hikoya qilib berdi: "Men bilan nima bo'lganini bilasizlarmi? Men qanday qilib yerga yiqildim?" U yerga yiqilish voqeasini shunday tavsiflaydi: "Men u yerda qilich tortib turganimda bir bo'yi-baland insonni ko'rdim. U kelib meni itardi va men belim bilan yerga yiqildim. Shunda tushundimki, bu odam emas, bu bir farishta edi va men darhol iqror qildim: Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasulidir. Allohga qasamki, endi men ularga qarshi hech qachon hech qanday harakat qilmayman." Shundan keyin u o'z qavmi orasida islomga da'vat qila boshladi. Bu voqea ham bir joyda yuqoridagidek qayd etilgan. O'sha yerda bir qush haqidagi voqea ham sodir bo'lgan. Hazrat Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Sahobalardan biri bir qushning bolasini ushlab keldi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holatga nazar tashlayotgan edilar. Shunda bu qushning onasi yoki odasi yoki kalasi bo'lishi ham mumkin o'sha sahobaning oldiga kelib o'zini tashladi. Ya'ni katta qush, ota yoki ona, bolasi ushlanganini bilib kelib o'sha odamning oldiga tushdi. Hazrat Jobir aytadilar: "Men odamlarni ko'rdim. Ular bu holatdan ajablanishardi, hayratda edilar. Bu nima hol? Qush kelib o'zi jimgina o'tirib oldi." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlar bu qush nega u o'z jonini bolasi uchun fido qilayotganiga hayron bo'lyapsizlar. Sizlar uning bolasini ushlab oldingiz va u esa bolasini qutqarish uchun o'zini taqdim etdi." So'ng u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Allohga qasamki, sizlarning Robbingiz bu qushdan ham ko'ra sizlarga ko'proq rahm qiladi." Ya'ni qanday? U qush o'z bolasini avaylab kelgan bo'lsa, Alloh taolo sizlarga undan ham ortiq darajada rahimlidir.
Bu mo'jizalar orasida telba bolaning shifo topishi haqidagi voqea bayon qilingan. Hazrat Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Zotur Ruqo g'azotiga chiqdik. Yo'lda bir qishloqlik ayol o'g'li bilan kelib, "Yo Rasululloh, bu mening o'g'lim. Unga shayton ta'sir qilgan. Ya'ni unda jinnilik holati yuz berdi", dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning og'zini ochib, og'ziga o'z so'laklarini solib, "Ey Allohning dushmani, yo'qol. Men Allohning rasuliman", deb duo qildilar va bu kalimalarni 3 marta takrorladilar. Keyin shunday dedilar: "Bu bolani olib ketinglar. Endi unga bu dard hech qachon qaytmaydi." 3ta tuxumda baraka haqidagi voqea zikr qilingan. Bu tuyaqush tuxumlari edi. Hazrat Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Zotur Ruqo g'azotida Urva ibn Zayd Horisiy 3ta tuxum olib keldi. Bu tuxumlar tuyaqushning tuxum qo'yadigan joyida topilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Jobir, ularni ol va pishir." Men ularni pishirib, bir idishga solib keldim. Keyin non qidirdim, lekin topa olmadim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar nonsiz tuxumlarni yeya boshladilar. Ular to'yguncha yeb bo'lishdi, lekin idishdagi tuxumlar avval qanday bo'lsa, hali ham shunday edi. Keyin yana ko'plab sahobalar undan yeyishdi. Shundan so'ng biz safarimizni davom ettirdik. Shu o'rinda egasidan shikoyat qilgan tuya haqida ham zikr keladi. Hazrat Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Biz Zotur Ruqo g'azotidan qaytayotgan edik. Harra nomli joyga yetib kelganimizda bir tuya chopib kelib o'kira boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Bilasizlarmi bu tuya nima?" dedi. "Bu tuya egasidan menga shikoyat qilyapti. Uning egasi uni yillar davomida ishlatib kelgan va endi esa uni so'yish niyatida ekan." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Jobir, bu tuyaning egasiga bor va uni mening huzurimga olib kel", dedilar. Hazrat Jobir roziyallohu anhu aytadilar: "Men dedim: Ey Rasululloh, men uning egasini tanimayman." Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Bu tuya seni o'z egasiga olib boradi. Uni qo'yib yuboringlar, o'zi yetib boradi." Bas, tuya bizga yo'l boshlab bordi va to'g'ri o'zining egasiga yetkazdi. Men uning egasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga olib keldim. So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuya haqida so'z yuritib shunday dedilar: "Sen bu tuyani menga sot." U kishi tuyani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sotdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam esa tuyani o'rmonda erkin holda o'tlash uchun qo'yib yubordilar. Shu o'rinda Hazrat Jobirning tuyasi yo'qolgani ham zikr qilinadi. Hazrat Jobir roziyallohu anhu rivoyat qiladilar: "Qorong'u tun edi. Mening tuyam yo'qolib qoldi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilaridan o'tdim. Shunda u zot mendan so'radilar: 'Nima bo'ldi?' Men dedim: 'Ey Rasululloh, mening tuyam yo'qolib qoldi.' Shunda u zot dedilar: 'Sening tuyang falon joyda bor va uni tutib ol.' Men u tomonga bordim, lekin tuyani topolmadim. Orqaga qaytib keldim va yana shunday dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana shu so'zlarni aytdilar. Men yana bordim, ammo yana ham topolmay qaytib keldim. Shunda u zot sollallohu alayhi vasallam menga mehr shafqat bilan shunday dedilar: "Ketdik, men sen bilan boraman." So'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men bilan birga yo'lga tushdilar. Biz bordik va nihoyat tuya topildi. U zot sollallohu alayhi vasallam tuyani menga tutib berdilar. Hazrat Jobirning charchab qolgan tuyasi voqeasi ham uchraydi. Shu g'azotga oid rivoyat qilinadi. Hazrat Jobir ibn Abdulloh rivoyat qiladilar: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan edim. Mening tuyam sekinlashdi va charchabdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening yaqinimga kelib shunday dedilar: Jobir, nimalar bo'ldi? Men dedim: Yo Rasululloh, mening tuyam sekinlashdi va charchab qoldi. Men orqaga qoldim. Shunda u zot sollallohu alayhi vasallam o'z ulovlaridan tushib dedilar: Senda suv bormi? Men javob berdim: Ha, bor. Shunda men bir idishda suv olib keldim.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga suf-suflab tuyaning boshi va beliga suvni sepdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Menga bir tayoq ber." Men o'z hassamni berdim yoki daraxtdan bir shoxni kesib, u zotga berdim. U zot sollallohu alayhi vasallam o'sha tayoq bilan tuyani bir necha marta urdilar va tuyani o'z tayoqlari bilan torta boshladilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Endi chiq" deb marhamat qildilar. Men tuyamga mindim. Qarasam, tuya shu qadar tezlashib ketdiki, endi men uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlaridan o'tib ketmasligi uchun tuta boshladim. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga yurganimda, u zot sollallohu alayhi vasallam men bilan gaplasha boshladilar. U zot sollallohu alayhi vasallam "Uylandingmi?" dedilar. Men "Ha" dedim. "Qizgami yoki juvongami?" dedilar. Men "Juvonga" dedim. U zot sollallohu alayhi vasallam "Nega qizga emas? Sen yosh yigitsen-ku. U bilan o'ynashar eding, u ham sen bilan o'ynashar edi" dedilar. Mening yetim singillarim bor. Ularni jamlab, sochini tarab, ustlarida turadigan ayolga uylanishni xohladim dedim. So'ngra u zot sollallohu alayhi vasallam "Endi sen uyga yetay deb qolding. Yetib borganingda ziyraklik va ehtiyotkorlik bilan ish tut" dedilar. So'ng u zot sollallohu alayhi vasallam "Tuyangni sotasanmi?" dedilar. Men "Ha" dedim. Shunda uni mendan bir uqiya kumush evaziga sotib oldilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mendan oldin yetib bordilar. Men ertasiga yetib keldim. Biz masjidga kelganimizda u zotni masjid eshigi oldida topdim. U zot sollallohu alayhi vasallam "Endi keldingmi?" dedilar. Men "Ha" dedim. U zot sollallohu alayhi vasallam "Tuyangni qo'y, kirib 2 rakat namoz o'qi" dedilar. Xullas namoz o'qidim. U zot sollallohu alayhi vasallam Hazrat Bilolga bir uqiya kumush o'lchab berishni buyurdilar. Yo'lda kelishilgan tuya narxini Hazrat Bilol menga tarozida og'irroq qilib o'lchab berdi. Shunda men ketib borib burilgan edim hamki, u zot sollallohu alayhi vasallam menga Jobirni chaqir dedilar. Men ichimda tuyani menga hozir qaytarib bersalar kerak dedim. Menga undan ko'ra yoqimsizroq narsa yo'q edi. U zot sollallohu alayhi vasallam "Tuyangni ol, bahosi ham sengadir" dedilar. Hazrat Jobir teskari fikrda edi. Uning gumoni shu ediki, ehtimol u zot sollallohu alayhi vasallam tuyani orqaga qaytarib bersalar va pulini qaytarishimga to'g'ri keladi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Bahosini ham ol, tuyangni ham saqlab qol" dedilar. U zot sollallohu alayhi vasallam tuya pulini qaytib olmadilar. Bir ozgina suvning juda ko'p bo'lib ketishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalaridan biri sifatida zikr etilgan. Hazrat Jobir rivoyat qiladilar. Ayni o'sha g'azot paytida bir marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ey Jobir, odamlarga tahorat uchun e'lon qil" dedilar. Men "Ey odamlar, tahorat qilinglar, tahorat" deb e'lon qildim. Keyin men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdim. Karvonda bir tomchi ham suv qolmagan. Shunda u zot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Falon ibn Falon Ansoriyning oldiga bor. Qara, uning meshida biror narsa bormi?" Men bordim va qarasam, uning 2 meshidan birining og'zida faqat bir tomchi suv bor ekan, ya'ni juda kam. Agar men uni to'ksam, quruq joy uni shimib yuborar edi. U suv shunchalik kam ediki, uni chiqarishning o'zi qiyin edi. So'ng men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib dedim: "Yo Rasululloh, men o'sha meshning og'zida faqat bir tomchi suv topdim, juda ham kam. Agar men uni to'ksam, quruq joy uni shimib yuboradi." Shunda u zot sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Uni menga olib kel." Men uni u zotning huzurlariga olib keldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qo'llariga olib duo qildilar. Men bilmayman nima dedilar. So'ng u zot sollallohu alayhi vasallam meshni qo'llari bilan siqib turardilar. Keyin u zot menga uni berib aytdilar: "Ey Jobir, bir katta tovoq olib kel." Men bir katta tovoqni olib u zotning oldlariga qo'ydim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tovoqqa qo'llarini shunday ko'tardilar. Tovoq ichida qo'llarini yoydilar va barmoqlarini keng ochdilar. Ya'ni
qo'llarini yoyib tovoqning tagigacha tushirdilar. Avvalo barmoqlarini ochib qo'llarini yoydilar. Keyin uni tovoqning tagigacha olib bordilar. Keyin dedilar: "Ey Jobir, mana mening qo'lim ustiga to'kaver va bismilloh deb ayt. Qanday tomchi bo'lmasin, suvni mening qo'lim ustiga to'kaver." Men bismilloh deb aytdim. Suvni u zot sallallohu alayhi vasallamning qo'llari ustiga to'kdim. Shunda men ko'rdimki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning barmoqlari orasidan suv buloqday qaynab chiqib oqa boshladi, hattoki u tovoq bo'lib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Jobir, kimga suv kerak bo'lsa uni chaqir." Jobir aytadi: "Keyin odamlar kelishdi va suv ichishdi, hattoki hammalari to'yguncha ichishdi. Keyin men aytdim: hali yana biror muhtoj qoldimi?" So'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini o'sha tovoqdan chiqardilar. U tovoq esa suvga to'lib turgan edi. Hazrat Aqdas Masihi Maud alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunday mo'jizalari haqida marhamat qilib deydilar: "Bu darajadagi liqo, Alloh bilan yaqin uchrashuvda ba'zida odamning qudratidan oshib ketadigan va ilohiy qudratning ko'rinishini o'z ichiga qamrab olgan ishlar kishidan sodir bo'ladi. Xuddi shunday bizning sardorimiz, Mavloyimiz, payg'ambarlar sarvari Xotamul Anbiyo sallallohu alayhi vasallam Badr jangida kofirlarga bir hovuch toshlarni otdilar. Bu hovuch duo orqali emas, balki o'zlarining ma'naviy qudratlari bilan otilgan edi. Lekin o'sha bir hovuch Allohning qudratini namoyon qildi va dushmanlar safida shunday g'ayritabiiy ta'sir ko'rsatdiki, ularning har biri o'z ko'zlarida uni ta'sirini his qildi va ular barchasi ko'r bo'lib qolishdi. Ular orasida shunday qo'rquv va iztirob paydo bo'ldiki, mastlardek qocha boshlashdi. Aynan shu mo'jizaga Alloh taolo ushbu oyatda ishora qilmoqda. Va ma ramayta iz ramayta valokinnalloha ramo. Ya'ni qachonki sen otganingda sen otgan emas eding, balki Alloh taolo uni otdi. Ya'ni bu yerda ilohiy qudrat parda ortida ishga tushdi. Bu insonning o'z quvvati bilan bo'ladigan ish emas edi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikkinchi mo'jizasi shakkul qamar, oyning bo'linishi ham aynan shu ilohiy qudrat bilan ro'y bergan edi. Bu mo'jizaga hech qanday duo hamroh bo'lmadi, balki faqat Allohning qudratigina to'la barmoq ishorasi bilan yuz berdi. Shu kabi yana ko'plab mo'jizalar borki, ularni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat o'z shaxsiy qudratlari bilan namoyon qildilar. Ularda hech qanday duo bo'lmagan. Bir necha marta shunday bo'lganki, bir kichik idishdagi ozgina suvga muborak barmoqlarini tiqib, uni shunchalik ko'paytirdilarki, butun bir qo'shin tuyalar va otlar undan ichishdi. Ammo suv hamon o'sha miqdorda qoldi. Ba'zida 2-3 dona nonga qo'l qo'yish bilan minglab och va chanqoq insonlarni to'yg'azdilar. Ba'zi paytlarda ozgina sutga muborak lablari bilan baraka berib, butun bir guruhni to'yg'azdilar. Ba'zi hollarda esa sho'r quduqqa o'zlarining muborak so'laklarini qo'shib, uni juda shirin qilib qo'ydilar. Va ba'zi paytlarda qattiq yaralanganlarga qo'l tekizish bilan shifo berdilar. Hattoki ko'zi jangday urilib chiqib ketgan odamni qo'llari barakasi bilan tuzatib qo'ydilar. Shu kabi yana ko'plab ishlar borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni o'z shaxsiy qudratlari bilan qildilar. Ularning har birida maxfiy ilohiy qudrat qo'shilgan edi. Allahumma salli ala Muhammadin va ali Muhammadin va barik va sallim innaka Hamidul Majid. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر